Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC jangchisi Hamzat Chimayev To'pure va Makhachev o'rtasida ehtimoliy jang haqida gapirdi. Men barcha janglar kuzatiladigan fanat emasman. To'pure Makhachev jang bu eng ko'p muhokama qilinayotgan jang. Buni albatta muxlis sifatida ko'rmoqchiman. Ular ikkalasi ham ajoyib jangchilar. O'zaro jang qilishga loyiq, dedi Chimayev. Eslatib o'tamiz, Chimayev navbatdagi jangni 17-avgust kuni Drux Duplessisga qarshi o'tkazadi. UFC chempioni Islom Makhachev To'puraning tandiqlariga javob berdi. Avvalroq To'pura Makhachevni kibrli ekanlikda ayblagandi. Men bilan sening farqing shundaki, men o'zim divizionimning eng kuchlilari yutib keyingi vaznga o'tdim. Sen esa yarim yengil vaznda 5 yoki 9 ketma-ket g'alaba qozonding. 2 da'vogardan qochib ketding. Sen yengil vaznda hech kimsan. Ispaniyadan chiqqan chiroyli soch turmagiga ega eng katta og'izli odamsan. Hech bo'lmasa bir marta g'alaba qozon. Shunda sen bilan gaplashamiz bolakay, deb yozdi Makhachev ijtimoiy tarmoqda. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.